sun'iy intellekt ishni kamaytiradi deb o'ylaysizmi? Tadqiqotlar aksini ko'rsatmoqda. Kaliforniya universiteti olimlari 200 nafar xodim ishlaydigan texnologik kompaniyada 8 oy davomida kuzatuv o'tkazdi. Natija shuni ko'rsatdiki, generativ AI ish hajmini kamaytirmayapti, aksincha oshiryapti. Birinchidan, vazifalar kengaymoqda. AI bilimdagi bo'shliqlarni to'ldirgani uchun xodimlar endi boshqalarning ishini bajara boshlagan. Masalan, dasturchilar dizaynerlik qilmoqda. Tadqiqotchilar muhandislik vazifalarini ham olishmoqda. Ikkinchidan, ish va shaxsiy hayot chegarasi yo'qolmoqda. Odamlar tushlikda, tanaffusda, hatto kechasi ham AI dan foydalanadi. Bu ishdek tuyulmaydi, lekin baribir ishlayapsiz. Uchinchidan, ko'p vazifalik kuchayadi. Bir nechta AI agent bilan parallel ishlash miyaga doimiy yuk beradi. Natijada bir paradoks paydo bo'ladi. AI tezlikni oshiradi, tezlikka talab oshadi. AI ga qaramlik kuchayadi, vazifalar ko'payadi, ish esa zichlashadi. Bir muhandis aytganidek, AI samaradorlikni oshiradi. Demak, kamroq ishlayman deb o'yladim. Aslida esa ko'proq ishlay boshladim. Qisqa muddatda samaradorlik oshadi, lekin uzoq muddatda bu charchoq va noto'g'ri qarorlarga olib kelishi mumkin. Xo'sh, AI ishni yengillashtiryaptimi yoki sekin-asta ko'proq ishlashga majbur qilyaptimi?